Yukarı liselere devam hürmetli vatandaş bugün çislağa 2021 yıl 7. ayının 26. günü. Endiki mavzunun avval çisla 20 çislan dep bulduk. Mavzu emas avvalki liseyanın devamı vatandaş nemi dedik? Çünkü hükümeti diplomatiya sorunu da Şefin Efendi Cumhur'un muavin Taşkı İşler Ministeri söhbet jarayonida Amerika tarafına qattiq ayıplı değil. Kişilik hukuk cihati Şefin mundaq dedi. Cumhur'un muavin Taşkı İşler Ministeri 5. derecelik cuma. Amerika taraf avval öz devletinin içindeki kişilik hukuk meselesini doğru hal qilishi lazım. Gerçekten. Cumhur'un aldı da onu dep, bunu dep demokratiya ve kişilik hukuk doğrusunu sözleş salayeti yok. Bu gepler intayin kopal gepler var vatandaş. 90%'den artık Cumhur hükümetinin razı bulup duruptu. Şefin Amerika'nı ayıplap mındaq dedi. Amerika besim işletiş, mecburlaş diplomatiyasını keşf bildi. Besim işletiş, mecburlaş diplomatiyasını keşf bildi. Biz 3 günden beri nemi sözlevatımız? Kuch bilen muamele qilish. Yoki davlat kuchi bilan diplomatik munosabat elib berish. Bu qatim ham shundoq. Hozir Cumhur hukumati nima deydi? Amerika besim ishlatish, majburlash diplomatiyasini kashf qildi. Amerika Cumhurga raqobatlashish, hamkorlashish, qarshilashdan iborat 3 yo'lliq siyosat yurgizamiz dedi. Qarshilashning mohiyati Cumhurni cheklab Qarshilashning mohiyati Cumhurni cheklash bo'lib hisoblanadi. Cumhurning muavin Tashqi ishlar ministri mundaq dedi, Şefin mundaq dedi. Cumhur Amerika bilan barobar munosabatda bo'lishni xohlaydi. Gap o'rin talashayotgan, martaba talashayotgan huquq, hamda inovat xalqaro sahnadagi huquq ve sözleş hukukunu talashayotgan seni, men sen bilan boy siri turaman. Men sen bilan tan qatada o'ltiraman, sen bilan tan qo'paman. Nochilikmi shu mana kibir. Kibir akavurlik hozir Amerika xiris qilayotgan, Amerikaning dunyo o'rniga xiris qilayotgan gap. Lekin qo'lingdagi haqiqat nima? Qaysi kuch? Cumhurlik apandi. Hozirgi dunyoda so'zlashadigan so'zning bir yo'li bor, u nima? Axloqiy kuch. Davlatning axloqi va fazilati shu maydonda turib so'zlashasan, sen birdan bo'lishingmi? Senda bu narsa bo'lmasa. Davlat kuchi, davlat axloqi, davlat fazilati degan narsa Cumhurlik apandi sening vujudingda bo'lmasa, kim bilan so'zlashsa bu so'zni? Cumhurning muavin Tashqi ishlar ministri Şefin mundaq dedi. Cumhur Amerika bilan barobar munosabatda bo'lishni xohlaydi. Ko'ring. Cumhur Tashqi ishlar ministri Wang shanba kuni, ya'ni 24 kuni Amerikani ayblab, so'rinda emas. So'rinning sirtida matbuotlarga fikr bayon qilganda ayblab, Amerika o'zini hammadan ustun chaqlaydi. Davlat kuchi, ya'ni o'zining kuchi bilan boshqalarga besim ishlatadi, o'xshash. Şefin deganning gapi bilan Wangning gapi o'xshash, bir yerdan chiqayotgan gaplar, ayrim gap emas. Cumhur Tashqi ishlar ministrining gapi Cumhur emas. Amerika o'zini hammadan cho'ng chaqlaydi. Boshqalarga besim ishlatadi. Albatta shundoq. Bu tarixdan nima ekanligini shunda ko'rib olsangiz bo'ladi. Yaponiyaga qurolliq besim ishlatmagan bo'lsa, Yaponiyaga diplomatik besim ishlatmagan bo'lsa, jahon davlatlari bilan birlikda Rossiya va Germaniyalar bilan ayni chaqda Germaniyalarga ayni chaqda shuna besim ishlatmagan bo'lsa, urushning g'alabasi yo'q. Siz mustamlika bugun Yaponiyaning mustamlikasi, chunki eningdan boshqa hech yerga borolmaysiz, yiroqqa borolmaydingiz. Besim ishlatdi. Shumroq televiziyasining ziyoratini qabul qilganda Wang mundaq dedi. Her qandaq davlatning o'zini cho'ng chaqlashini Cumhur qabul qila olmaydi. O yana mundaq dedi, agar Amerika taki bugungacha boshqa davlatlarning, tashqi davlatlarning bugungacha boshqa davlatlarga barobar munosabatda bo'lish qoidasini texicha o'rganolmagan bo'lsa, undaqda Cumhur xalqaro jamiyat bilan birlikda
Amerikaga sabaq berish mas'uliyati bor deb qaraymiz. Efendi, minister Wang Yi efendi, siz Amerikaga ders ötüpsiz, men sizge bir ders ötey. Diplomatiyadan sabaq alsınız yoki boshqalar bilan baravar o'rinda turishni xohlagan va xohlamagan bo'lsangiz, men sizga bir sabaq o'tay, dars o'tay. Anglab qo'ying Wang Yi efendi. Kamtar bo'ling. Kamtar bo'ling. Mana bu diplomatiyadagi eng büyük aql omili. Wang Yi efendi. Wendy Sherman yakshanba kuni Muavin davlat ishlar katibi Wendy Sherman yakshanba kuni kashda Mongoliyadagi ziyoratini oxirlashtirib Jungoga yetib keldi. Wendy Sherman Twitterga fikr qoldirib, Xinanda yuz bergan su oftida bola chaqalar ota-onalaridan ayrilib qolgan kishilarga Amerikaning motam bildirganligini yetkazdi. Jungo matbuotlari munda xabar qildi. Diqqat vatandosh. Jungo taraf bu qatimqi suhbatda Amerikaning yuqumli virus manbini surishti qilish, Tayvan masalasi, Xinjiang masalasi, yani Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi va Janubiy Jungo masalasi qatorliq masalalarda Amerikaning qaytargan fikr inkosidan norozi bo'ldi. Demek bu mesele yani prinsip cihati, konkret hareket noktası demez. Prinsip cihati bu qatimqi suhbatda o'tirib qo'yildi deydigan gap vatandosh. Şuna bu inkas fikirlerge mesela Amerika'nın inkas fikirlerinden Jungo taraf narazı oldu. Şu noktaya dikkat kılın. Bu aralıkta Tibet diye isim yok. Tövende tahlil kılımız. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan Jungoning reisi Xi Jinping bu yil 10 ayning oxirida Italiyada Rem shahrida o'tkaziladigan 20 davlat guruhi yuqori darajaliklar yig'ini oralig'ida ko'rishishi mumkin. Ko'rishni o'rinlashtirish bu qatimqi Tianjin suhbatining kun tartibida kishilar diqqat qiladigan bir turli ishlar. Hozirgi pozitsiyadan qaraganda shu mumkinmi? Bu bir turli ishdir.